Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan tamaki mahsulotlarining yurtimiz bo'ylab noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Xususan departamentning Sergeli tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati va poytaxt bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda Sergeli dehqon bozori avtoturargohida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda fuqaro boshqa bir shaxsga 1000 dona chet elda ishlab chiqarilgan nikotin yostiqchasini 120 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Toshloq tuman bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Marg'ilon shahri Ahkamdor ko'chasida joylashgan savdo do'konida fuqaro davlat ro'yxatidan o'tmasdan kirim hujjatlari bo'lmagan va aksiz markasiz 50 quti tamaki mahsulotlarini 1,80 million so'mga sotgan vaqtida ushlanib, tadbirda ushbu fuqaroning savdo do'koni, Damas rusumli avtotransport vositasi va xonadoni ko'zdan kechirilganda xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan va sifatini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan 15 turdagi 6022 quti tamaki mahsulotlari borligi aniqlanib, ushbu mahsulotlar ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.